o'zimiz ham bilmagan holda o'zing qilsang ikkita yuruvchi Двойня bo'ldim. Mana 3 hafta bo'ldi o'sha kunga mana ikkalovi o'sishyapti. bitta quvonch deb sakrab yuruvdik, ikkita quvonch kelyapti oilaga. 5 yillik orzular. Birinchi o'g'il qizimiz aniq so'yinchisi. Biz ekoga keldik. Avgust oyida eko qildilar. Ikkitaligini ko'rib, o'zimda ham ishonchim kelmayapti. Haligacha hayajonlanyapman. Yurakni urishini, rivojlanayotganimiz hammasini ko'rib chiqdik. Men ma'lum bir sabablarga ko'ra turboringin qildirish esimizdan chiqdi. Turboringinga tushsam, akasi turbo yopiq ekan. Menga haqiqiy nimadan sababligini, qancha doktorga borgan bo'lsak, sababini bilib bera olishmagan. Nima sababdan farzand bo'lmayotgan? Chunki turmush qurganimizga 4 yil bo'lgan. Mana 5-yiliga Xudo xohlasa Shahnoza Fayzovalarida rezultat ko'rdik.